أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس 19. 19 ders. Unsaqtashlar bugungi darsimizni boshlashdan ilgari darsdagi nuqtaliq mazmunlarni bir yig'incha qilib olaylik. Endi bugungi darsda Abdur asosli bizga tuyandagi 5 mazmunni bildirmoqchi. Birinchi mazmun tafa'ala babi. Ya'ni sulasi mazidninki bir babi bo'lgan tafa'ala babi. Bu fa'ala babining oldiga ta'mirni ortib qolgandan keyin nima bo'ladi? Tafa'ala babi bo'ladi. Buning chiqarilish ahvoli mandaq. Tafa'ala o'tgan zaman yatafa'alu mudari, tafa'ulun masdar, mutafa'ilun ism fa'il, mutafa'alun ism maf'ul, lam yatafa'al fi'l jihad, la yatafa'alu fi'l nafi, tafa'al buyruq fe'l, la yatafa'al shun shaxs buyruq fe'l, la tatafa'al nahi hadir, ya'ni bulusiz buyruq fe'l. Bunun chiqarilish ahvoli shu. Endi tafa'alaninki ma'ni jihatda fa'ala babiga mutawi'a bo'lib keladi, ya'ni agishib keladi. Masalan, bu asosli ma'nosi bir ish bo'ldi. Masalan, kassara bir narsani sundurdi bo'lsa, takassara sunub ketdi. Sundurishning ta'sirini qabul qilib sunudi. Allama ügetdi bo'lsa, ta'allama ügendi. Zavvaja to'y qildi, epadi bo'lsa, tazavvaja oldi. Demak, fa'ala babininki ma'nisini, ya'ni ta'sirini qabul qilgan bab hisoblanadi. Ya'ni bir ishlar ta'sir qildi degan ma'noda. Ondan keyin buning majhul shakliga kelsak, majhul shakli tafa'aladagi ta. Ondan keyin fa ishlasini zir o'qib, pash o'qib, oxiridan oldini zir o'qisaqlam mozi shaklining majhul shakli chiqadi. Ya'ni tufu'ila. Mudoriga kelsak, mudorining majhul shakli odatdagiga o'xshashlar birinchi harfni pash o'qiymiz, ya'ni mudori harfini oxirining oldini zavar o'qisak, mudori fe'l shakllanadi. Yutafa'alu degan shaklda. Ondan keyin sizlarga yana bir qo'shib qo'yilgan gap, sulasi mujarraddan boshqa bablarning hammasiniki ism zamon, ism makonlari, ism maf'uldan o'xshash chiqadi. Ondan keyin shu tafa'ala babiga munosabatlik bir ahvol yana ikkinchi mazmun. Odatda tafa'ala babida ortiq ta'bir birisi bor emasmi? Hamda bu fe'l mudoriga kelib turlangan vaqtida ikkita oqidan kelib qolgan ahvol shakllanadi. Masalan, yatafa'alu turlab aprab yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna, tatafa'alu degan vaqtda tatafa'alu deb ikkita kelib qolgan vaqtda ikkitadan birini tashlasak bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimda bunday misollar ko'p. Masalan, Sura Qadrning 14-oyatda tanazzalul malaikatu, asli tanazzalu aslisi. Sura Hujratning 12-oyatda wala tajassasu, aslisi tatajassasu asli bunday keladi. Demak, ma'rullarda ikkita gap qolganlik uchun birisi tushib bo'ladi. Bu oyatning tafa'alaga munosabatlik mazmunlar darsimizdagi 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi mashqlar tafa'ala babiga munosabatlik, turlashga munosabatlik mashqlar. Endi bu oyatning ikkitaning birini tashlasak bo'lgan mashq darsimizdagi 7-chi mashqda shu mazmunlarni uchirtishinglar mumkin. 3-chi mazmun bugun darsga kelmoqchi bo'lgan. Biz bu oyatni ozroq tafsir etib qolgan tafa'ala babininki mutawi'a ma'nosi, ya'ni tafa'ala babi ma'ni jihatda bayat degandek fa'ala babiga agishib shuning ta'sirini qabul qiladi. Masalan, zavvaja, masalan zavvajani abi desa, ma'nodam xotin epadi, to'y qildi degan gap. Ani tazavvaja bo'lib qolsa to'y qildim. To'y qilishning itoat aslida, ya'ni shuning agashmasida to'y qildim. Kassara, takassara. Sundurdi, sunib ketdi. Allama, ügetti,
ta'allama o'rgandi. Mush shaklda, mana ma'nosini tafa'ala babining mush ma'nosini bilib olsak, bizga tafa'ala babida kelgan fe'llarni tarjima qilish bek ig'ir to'xtamaydi. Bu darsimizdagi 8-misoldan topilish mumkin. 4-mazmun bugun o'rganmoqchi bo'lgan. Lamma. Endi lamma arab tilida ravishni, ya'ni vaqt ravishni ifodalaydi. Bu asosliqi o'tgan zamonda bo'lib, buning javob fe'li jumlasimi, javob jumlasimi o'tgan zamon shaklida keladi. Masalan, men munda qiliblar yoki munda qilgan vaqtimda munda qildim. Masalan, bir misol olsak, lamma sami'atul azan tawadda'tu wa tawajjahtu ila al-masjid. Azanni angladim, tahorat olib masjidga qarab bordim. Lamma wasaltu ila as-Sin tavajjahtu ila Shinjang. Men Jungoga kelib edim, Shinjangga qarab yurib ketdim degandek, bir ishlarni qilish vaqt qilgan vaqtda, aytgan vaqtda degandek ma'nolarni tushunsak bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimda bunday qushlaydi-ku, falamma ra'al qamara badigan qala hada robbi. Ya'ni falamma oyning nur chechib turayotganligini ko'rdi, bu men Parvardigorim dedi deb sura An'amning 77-oyatida lamma qilib edi, itibada qilgan vaqtda, aytgan vaqtda degandek tarjima qilsak bo'ladi. Bu darsimizdagi 9-mashqdan bu mazmunlar topilishi mumkin. Endi 5-mazmun bugungi darsdagi ixtisos. Ixtisos deganimiz ilgidan keyin va yoki to'ldiruvchi bo'lsa-mu, ma'lum bir bilakdan keyin shu bilakning sifati shaklda shu bilakni izohlab kelgan, shu bilakka sifat olib kelgan bir jumla bulki. Masalan, buning misolini tushuntirsam, nahnu shabab yanbaghi an najtahid degan jumla kelsak, biz yoshlar tirishishimiz kerak. Bu bir misol. Nahnu tullab yanbaghi an najtahid, biz o'quvchilar tirishishimiz kerak. Nahnu al-muslimin yajibu an nahtamma bin-nazafa. Biz musulmonlar pokizlikqa ahamiyat berishimiz kerak. Mana shunlardan hammasi nahnudan keyin kelgan nahnu tullab, nahnu shabab, nahnu al-muslimin degan tullab, shabab, muslimin deganlarning hammasi ixtisos. Bu yer deyishimiz, bu bizning tilimizdan bog'i, bizning Uyg'ur tilimizda normal turmush so'zlarida biz Uyg'urlar diqqat qilishimiz kerak degandek. Pokizlik ahamiyat berish kerak. Biz Uyg'urlar Uyg'ur bo'lgan degan adab axloqqa rioya qilish degandek, biz Uyg'urlar degandek shu Uyg'ur ixtisos bo'ladi. Bizga munosabatli bo'lgani mushadagi ixtisos zavara qiladi. Zavar. Masalan, nahnu tullaba, nahnu al-muslimin, nahnu shababa degandek zavara qiladi. Bu mazmun bugungi darsimizning 10-chi mashqlarda topilishi mumkin. Bu mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, men tekstni o'qib tarjima qilib beraman. الدرس 19 تأخرت يا أسامة أين كنت؟ لا تؤاخذني يا أستاذ إنما ذهبت إلى المتوضع لأتوضع فقد حان وقت الصلاة. كأنك تريد أن تقول لي شيئا يا موسى؟ نعم، تلقيت اليوم رسالة من والدي إنه يسلم عليك وعليك وعليه السلام جزاه الله خيرا. إذا كتبت عليه فبلغه تحياتي. نقرأ الآن حديثا يكتب على السبورة. اقرأه يا أسامة. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. من عثمان رضي الله عنه يا علي؟ هو صحابي جليل وأحد الخلفاء الراشدين. لماذا يقال له ذو النورين يا أستاذ؟ لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هما رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. تزوج أولا رقية رضي الله عنها وبعد وفاتها تزوج الأخرى. متى توفيت رقية رضي الله عنها؟ توفيت والرسول عليه الصلاة والسلام ببدر. تخلف عثمان رضي الله عنه عن المعركة بسبب مرضها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام بالمدينة المنورة يمرضها. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنها. يرن الجرس. غدا
نذهب نحن المتفوقين إلى مكة إن شاء الله أتريد شيئا من هناك تقبل الله عمرتكم أرجو أن لا تنسوني في دعواتكم إن شاء الله. Bugünkü müştekisini hazır tercüme kılıp okuş jarayonida sizlar mustafa'ala babiga uning yuqorida so'zlangan 5 turlik munosabatlik mazmunlariga alohida diqqat qiling. Ta'akharta ya Usama, ayna kunt? Usama, kechikib qolding-ku. Nada yurding? Ayna kunt degani nada bo'lding degani nada yurding? Am ta'akharta tafa'ala babidan chiqqan. Agar akhir gap qolsa kechikib turdi, ta'akhara kechikdi, ya'ni kechikib qolding. Mutawa'a. La tu'akhidni ya ustaz. Ustaz meni ayblamang. Innama dhahabtu ila al-mutawaddi' li atawadda'a faqat hana vaqtu salat. Men tahorat oladigan o'ringa tahorat elish uchun borgan edim. Chunki namozning vaqti yiqilishib qolgan edi. Nada mutawaddi' tawadda'dan chiqqan ism maf'ul. Endi tahorat oladigan o'rin degan gap. Adat ism maf'ullar ism zaman ism makon bilan bir ma'nodikilda emasmi? Li atawadda' yani tawadda'dan chiqqan atawadda'u. كأنك تريد أن تقول شيئا يا موسى. موسى bir narsa deyishni iroda qilayotgandek tursango yoki bir narsa demoqchi bo'lgandek tursango. Naam. Talaqqaytu al-yawma risalatan min walidi innahu yusallimu alayk. Shundoq, bugun dadamdan bir xat topshirib oldim. Talaqqa. Topshirib elish. Tafa'ala babininki naqis fil. İnnehu yusallimu aleyk. O sizge salam aytdi. Aleyke ve aleyhissalam. Sana ve dadanga salam bolsun. Cezallahu hayr. Allah ona yaxshi mukofot bersin. İza katabta ilayhi febellighu tahiyyati. Sen onunğa xat yazib qolsang, onunğa mening salamlarimni yetkazib qo'y. Tahiyyati. Tahiyya yatahayyan chiqqan tahiyyati masdar. نقرأ لنا حديثا هذا بس برهدس قيمس يكتب على الثبورة دوسكن أستجا يزواتدو اقرأه يا أسامة أن أقول عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. عثمان رضي الله عنه دن رواية قلنب دaydu Peygamber aleyhisselam mundaq degan sizlarning yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlar. Endi shu hadisda mazmun jihatda Qur'onni o'rganishning fazilatini yaxshi chiqib tursa, bizga hozir misol oldig'ini ta'allama tafa'ala babini, allama fa'ala babini. Ya'ni tafa'ala babi fa'ala babini ta'sir qiladigan to'qo allama o'rgatdi yoki ta'allama o'rgandi. Mana Osmon radhiyallohu anhu ya Ali. Osmon radhiyallohu anhu degan kim? Huwa sahabiyyun jalilun va ahad xulafar rashidin. U ulug' bir sahabi bo'lib, to'g'ri yo'lda mangan xalifalarning biri. Limaza yuqalu lahu Zunnurayn ya ustaz? Ustaz, nimishqa uningga Zunnurayn deyiladi? Ya'ni ikki nur egasi deyiladi. Li'annahu tazawwaja bintayn min banatin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Chunki u payg'ambar alayhisolamning qizlaridan ikki qizni olgan, tazawwaja, ya'ni to'y qilib olgani. Huma Ruqayya va Ummu Kulsum. U ikkisi Ruqayya va Ummu Kulsum radhiyallohu anhumalar. تزوج أولا رقية رضي الله عنها وبعد وفاتها تزوج الأخرى. دسلب رقية رضي الله عنها aldı. O vafat olgandan keyin yeni birini aldı. Mata tuwfiyat Ruqayya رضي الله عنها. Ruqayya رضي الله عنها qachon vafot bo'ldi? Tuwfiyat endi tavaffa degani topshirildi degan ma'noda, ya'ni tuwfiya topshirildi, ya'ni esa o'ldi degan ma'noda, ya'ni o'lib ketdi degan ma'noda. Tuwfi adatda bir odam o'lib ketgan ishlar bo'lsa, tuwfiya majhul shaklda ishlatamiz. Tuwfiyat va Rasul alayhi salatu vasallam bi Badr. Nega va Rasul sallallohu alayhi vasallam bi Badr degan jumla holat jumlaga chiqqan. Payg'ambar alayhisalom Badrdagi vaqtida vafot bo'ldi. Vafot bo'lib ketdi. Tuwfiyatni matat degan ma'noda. تخلف عثمان رضي الله عنه عن المعركة بسبب مرضها بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنها جنگden şu Ruqayyaning kesili sababli Peygamber Aleyhisselam'ның buyrug'i bilan qilib qolgan. Taxallafa, tafa'ala, xallafa qoldirdi, taxallafa qilib qoldi. Fa'ala tafa'ala babin. Aqama bil Madinatil Munawwara yumarriduha. Madina Munawwarda uni kutib qilib qoldi. Yumarriduha, uning kesilini kutib degandek ma'noda. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنها. Peygamber aleyhisselam Bedir'den qaytib edi.
Osman radhiyallohu anhuga uning singlisi, yana qiz bir tuqqani Ummu Kulsum radhiyallohu anhani ipadi. Zavvaja ipadi, tazavvaja oldi. Andikin bu yerda lamma vaqt ravishni ifodalaydigan ravisha Rasululloh qaytgan vaqtida o'tgan zamonda keldi. Andikin buningki javob jumlasimi zavvajahu deb uni keldi, mozi shaklda keldi. Yarinul jaras qo'ng'iroq chalinyotdi. Gadan nazhabu nahnul mutafawwiqin ila Makkah inshaalloh. Ata biz a'lochilar Alloh xolisa Makkaga boramiz. Aturid shay'an min hunak. U yerdan bir narsa lozimmi? U yerdan bir narsa lozimmi? Aturid lozimmi? Xolamsiz deganman-da. Almarondiki mutafawwiqin biz a'lochilar Alloh xolisa Makkaga boramiz degan mutafawwiqin tafa'ala bo'lib chiqqan tafawwaqa o'rlidi a'lochi bo'ldi deganman-da. Taqabbalallohu umratakum. Alloh sizlarning umralaringizni qabul qilsin. Taqabbala, tafa'ala babidun. Arju an la tansuni fi da'atikum. Sizlarning meni duolaringizni unutib qolmasligingizni umid qilaman inshaalloh. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.